O'rtoqlar, gapiga deystva qilish mana bunaqa bo'ladi. Qaranglar. Bundan qariyb 1,5 oy avval mana shu Global Consulting'da reklama qilgandim. Hozir mana shu Nurdin akam bilan birgalikda 10 ta o'quvchiga mana Telex vizani oldik. Mana shu bolalar hozir Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroportidan Seulga uchib ketyapti. To'g'rimi bolalar? Qanaqa kamchiliklar bo'ldi firma tomonidan? Hattoki ichida karis tilini bilmaydigan bolalar ham bor. Qarang, biz oldimizda bitta maqsad bor. 6-7 ming dollar orog'ida rasxod qilishdi bolalar. Bu bolalar pul topish uchun ketmayapti. Faqatgina til kurs, ilm olish va albatta shu yerda top universitetida o'qishga kirish uchun. Shunaqa maqsadlarda sizlar ham mana shu komandaning nomiga qo'shilib, shu jamoa bilan birgalikda Koreyaga bormoqchi bo'lsanglar, akalar, bir narsani ilinishdan oldin 100% o'rganib chiqamiz va albatta obunachilarimizga mana shu ishonchli kompaniya deb aytamiz. Global Consulting mana shu vodiyda nomerading Koreyaga jo'natadigan konsultinglardan biri. Pastda nomerlarni qoldiramiz. Aloqa etsanglar, bemalol farzandingizni Koreyada xotirjam o'qishini ta'minlaydigan kompaniya. Onajon, farzandingiz mana Koreyaga ketyapti, hozir to'g'rimi? Qanaqa muammo bo'ldi? Hammasi yaxshimi? Viza olishda ham muammo bo'lmadi. Inshaalloh yaxshi bo'ldimi? Yaxshi. Bu bolalar, qaranglar bolalar. Dunyoda 3 dan 2 qismini, 4 dan 3 qismini bosib olgan temuriylar sulolasimiz. U yerda bir-birimizni paddeshka qilib, mana shunday bo'lsa, pulni oldiga qo'ymasdan, xudo xolasa hammasi zo'r bo'ladi. Bitta like bosib Koreyaga bormoqchi bo'lgan do'stingizga albatta jo'natib qo'ying.